Endi kelinglar, birinchi dasturlash muhitimizni tayyorlab olamiz. Demak, biz Visual Studio Code editoridan foydalanamiz va asosan ko'proq Google Colab yordamida GPUlardan kerakli paytda bo'lmasam CPUlardan foydalanamiz. Uning uchun demak VS Code'ni o'rnatasiz. O'rnatganingizdan keyin Extensions bo'limiga o'tib, bu yerda demak Colab deb yozasiz. Mana Google tomonidan extension chiqarilgan. Mana shuni o'rnatasiz. O'rnatganingizda undan tashqari sizga mana bu demak Jupyter notebooklarni support qilish uchun mana shunday extension ham o'rnaydi. Endi Google Colabga kirib olamiz. Buning uchun demak turn on cloud changes orqali kirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam siz qanday kirishni bilmayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda faqat bitta folder ochib olamiz. Demak, ravochi stolga o'tamiz va u yerda source degan papkamiz ichiga bitta demak nima yozamiz? Создать deymiz yoki create papku deganimizda AI chiziqcha misol uchun nomini o'zingiz qo'yasiz. Men shuni yozyapman, workspace deymiz. Demak, mana shu papkani tanlab turib ochamiz. Demak, bugungi darsimiz birinchi dars bo'lgani uchun mana bunday papkani ichiga olib yozib qo'yamiz. Demak, PyTorch chiziqcha 01, ya'ni birinchi darsimiz bo'lgani uchun enter deymiz. Bizda papka yaratdi va uning ichiga bitta Jupyter notebook yaratamiz. Uni nomini aytinglar main.ipynb deydigan bo'lsak, Jupyter notebook yaratiladi. Endi mana shu yerda biz kernel tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu tanlash uchun mana bu yerdagi select kernel chiqadi sizda. Menda Python tanlanib qoldi. Yozganimizda select another kernel deb yozamiz. Va bu yerda mana Jupyter server tanlash mumkin yoki Colab tanlash mumkin. Biz Colab tanlaymiz. Va bu yerda AutoConnect'ni yozamiz. Va bu yerda Google accountingga kirib ol degan yozuv chiqdi. Bunga allow deb yozamiz va open deb yozamiz. Bu Google accountimizga kiramiz. Agar sizda Chrome bo'lsa, Chrome'da kirib qo'ygan bo'lsangiz, kiriladi, bo'lmasam Google accountingizga kirish shart. Demak, hammasiga next hamda разрешить deb yozamiz va VS Code'ni ochamiz. Open deymiz. Bo'ldi. Mana biz Google accountimizni tanladik. Endi kernel tanlaymiz. Demak, biz Python 3 dasturlashida yozamiz. Buni tanlaymiz va bizda buni chiqdi. Bu yerda demak nima bilan ishlaymiz. Endi kelinglar, biz aytdik GPU bilan ishlamoqchimiz dedik. Ya'ni ba'zi bir payt GPU, ba'zi bir payt CPU da ishlaymiz dedik. Uni qanday tanlaymiz degan bo'lsak, yana kernelni o'zgartirishga to'g'ri keladi albatta. Kernelni yozamiz. Biz hozir CPU da turibmiz, lekin GPU ga o'tish uchun select another kernel degan yozamiz. Colab'ni yozamiz va bu yerda endi AutoConnect yoki new Colab server yozamiz. Hop, yozganimizda bu yerda 3 ta tanlov CPU, GPU hamda TPU. Biz GPU ni tanlaymiz va bizda Tesla 4 modeldagi GPU miz turibdi va buni tanlaymiz. Bu yerda enter deb yozamiz va biroz kutganimizdan keyin bizga qaysi dasturlashda yozishimizni so'raydi. Biz Python 3 ni tanlaymiz va demak o'rnatildi. Haqiqatda biz GPU bilan ishlayotganimizni ko'rish uchun bu yerda maxsus komanda bor. Nvidia SMI buyrug'i. Buni run qiladigan bo'lsak, GPU'miz xarakteristikasini agar mavjud bo'ladigan bo'lsa ko'rsatib beradi. Demak, mana biz GPU ga ulanibmiz. Bizning kompyuterimizda emas bu virtual mashinada. Ya'ni mana nomi Tesla 4 ekan. Demak, o'lchami deyarli 16 gigabayt ekan. Hop, endi GPU ga ulandik. Agarda siz bu komandani bilmaydigan bo'lsangiz, yana bitta komanda bor. Buning uchun torch kutubxonasi kerak bo'ladi. Ya'ni PyTorch kutubxonasi biz darslarimiz davomida ishlatamiz. Import torch deymiz va bu yerga print torch.cuda.is pastgacha available degan demak funksiyani chaqiramiz. Buni run qilamiz. Run qilganimizda true yoki false chiqadi. True bo'lsa demak GPU da biz, false chiqsa demak biz ulangan muhitda CPU xolos yoki TPU xolos.
Shuning uchun buni hisobga qo'yinglar.